Esinglarda bo'lsa, men avvalgi testda MiG-31 ni testdan o'tkazgan edim. O'zimda MiG-31 samolyotimni. Bugungi test F-14 bilan bo'ladi. Buni qurollarini ko'rib chiqamiz. Menda bu samolyot yo'q. Buni qurollari samolyotlarga qarshi raketa, yerdagilarga qarshi raketa, yana o tomonlar. Pastda bomba. Ikkita bomba. Zirhiga to'xtalmasa ham bo'ladi. To'xtab qo'y. Samolyotlar. O'zim yetkazib. Buni olganinglardan keyin shunaqa qurollar o'shalar bo'ladi. Kuchlilari. Kuchsizroqlar va eng kuchsizlar, ya'ni o'zida qo'shib berayotgan. Mayli, unda pachaklashib o'tirmay testga o'tirik birdan. Kuchini test qilib. Ma'lumot uchun aytib o'taman, ushbu samolyot hozirda Amerika armiyasida xizmatdan chiqarilgan. Chunki ushbu samolyot 70-80-yillarda yaratilgan. F-14, afsonaviy F-14 samolyoti. Bu ham qanotini yopar ekanmi tezlik oshirib? Bu ham qanotini yopib ekan, qarang. Xuddi kinolardagi. Qanday ekan? Raketaning kuchini ko'ramiz. Bitta raketa qancha jon oladi? Bo'ladi. Adashmasam birgalikda bo'ldi. Aytdim-ku, 3 ta raketa kerak ekan o'ldirishga. Kuchi bo'ladi o'rtacha. O'rtacha emas, ancha yaxshi ba'zi samolyotlar uchun. Bombadan 4 ta bor ekan. Men boya 2 ta ekan deb adashibdi. Bomba bizdan yana o'z joni kam qolgan ekan. Avval tanklar o'ldirib. Bu samolyot juda ham astagina uchaladi. Menga yoqqan tomoni MiG-31 da bunaqa emas, asta uchalmaydi. O'zi haqiqiy hayotda ham 3000 km tezlikda uchadi. Bu esa bemalol janglarda foydalansa buni astagina. Buni ham maslahat bergan bo'ldim olishiga. Afsus. Qolmadi. Qolib yana bir kemaga borib kelamiz. Undan avval bitta samolyotni ya'ni o'zimizda, rusumimizda. O'zi kutsanglar yonib ketadi. Ana o'ldi. Kema. Birinchi bu samolyotlarga qarshi raketa birdan to'la. Shuning uchun qolgan raketalar to'lguncha biz boshqalar o'ldirib turamiz. Ya'ni samolyotlar. Tezroq o'ldirish kerak iloji boricha. Jonimiz to'ldi. Yana 3 ta o'ldi.
tez o'tsa kerak. Bola bilmayman. Tez o'ldi. 3-marta qaytib o'tirmayman, pulemyot bilan o'ldirmoqchiman buni. Ya'ni samolyotni o'zini otuvchi quroli. Missiyani bajarardi. Bu ham yaxshigina bajardi. Bemalol desa ham bo'ladi. Yaxshi testdan o'tdi.